ko'p kelyapti-da, yangi salon ochganlarga yaxshiroq maslahat bering opa deb ko'p kelyapti-da. Boshida nima desam ekan, tushunmaganman-da, men tushunmay kirgan, baribir hamma shunaqa boshlaydi-da, hech kim idealniy bo'lib kirib kelmaydi-da qaysidir sohaga. Aytaymi, rivojlanish menga shu 2-3 oy oldin boshlandi-da. O'zingiz ham bilsangiz kerak, 2-3 oy oldin boshlandi. Ungacha qandaydir ma'noda o'zimizda territoriyadan chiqmagan holatda rivojlanganman deb o'ylayman-da. U rayondan chiqmagan holatda. Reklama, brend o'zini nima desam ekan, nomini boya aytdingiz-ku, o'sha boya o'zingizga nimadir ism qo'ygansiz, men adashib ketaman, o'sha nima ism qo'ygansiz Instagramda. Ana shu narsani men ayta olmayman-da. Agar Nodir deb qo'yganingizda men real topib olardim-da, Nodir deb qo'yganingizda. Men ham Anisa deb qo'yganman, Anisa opa deb keladi. Odam o'zini qo'yish kerak ekan. O'sha vaqtda o'zimga erish tuyulganda, shoira deb qo'ymayman, kerak emas deganman. Lekin qilish kerak ekan. Odam o'sha ishga kirib kelganda realniy ko'tarilishni xohlagan odam, prosta pul ishlash uchun emas, realniy ko'tarilishni xohlagan odam o'zini birinchi o'rinda o'zini brendini tanitish ekan. Ikkinchi o'rinda men aytgandim, birinchi kelganlaringizda klientlarim Telegram orqali deganda, opa men sizni hali Instagramga chiqaraman, Instagram orqali keladi klientlaringiz degandingizda. Instagramdagi reklama ekan. Kuchaytirish kerak ekanda. Shunga o'sha maslahatchida, kichkinagina bitta maslahatchi, yangi ochganlar narsaga, ko'ylakka, kosmetikaga ko'proq tikkandan ko'ra reklamaga tikkan yaxshiroq ekan.